Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti organlari tomonidan firibgarlik holatlari fosh etilmoqda. Jumladan, departamentning Chilonzor tuman bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro boshqa bir shaxsni Toshkent davlat transport universitetiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 10 ming AQSh dollarini talab qilib, firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, departamentning Toshkent shahar boshqarmasi ijtimoiy sohada korrupsiya hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti hamda fuqaro o'zaro til biriktirib, boshqa bir shaxslarni go'yoki Qozog'iston Respublikasi oliy ta'lim muassasasida o'qiganliklari to'g'risida hujjatlar tayyorlab, ularni Toshkent davlat texnika universitetining 4-bosqichiga o'qishini ko'chirib berish evaziga har biridan 6 ming AQSh dollarini hamda B1 sertifikatini to'g'irlab berish evaziga 2 ming AQSh dollari talab qilib, ulardan jami 14 ming AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.